Buyuk so'z san'atkori Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani o'zbek romanchiligi asoschisi sifatida tan olinishga sabab bo'lgan. Ushbu asar voqealar tariximizning bir ko'rinishi. Muallif O'tgan kunlar romani orqali xalqning milliy ongini uyg'otmoqchi, tariximizning eng qora kunlari, yurtni mustamlaka balosiga yo'liqtirgan keyingi xon zamonlaridan so'z ochib, bu ayanchli haqiqatni xalqqa saboq bermoqchi bo'ladi. Biroq ular orasida yurtning taqdiri, mustaqilligi masalasi alohida ajralib turadi. Asarning bosh qahramoni Otabek va Yusufbek hoji shu yurt istiqloli, farovonligi, osoyishtaligi yo'lida hayotini, jonini tikkan fidoyi kishilar sanaladi. O'tgan kunlar romanida uchlik oshiq, ma'shuqa va ag'yor bir qarashda an'anaviy ishq dastonini eslatadi. Otabek bilan Kumushni toza muhabbati, ishqiy kechinmalari, baxtli va baxtsizligi juda zo'r mahorat bilan ko'rsatilgan. O'tgan kunlar romani har bir avlodni o'zicha tushunadi va tushuntiradi. O'tgan kunlar romani umrboqiydir. Har bir o'qigan kitobxonga joziba baxsh etadi. Shuning uchun keng kitobxonlar ommasiga taqdim etamiz.